Assalomu alaykum vatandoshlar. Bu chiqishim barcha yo'lovchi vatandoshlarimizga taalluqli murojaatim. Ya'ni nima? Men shu narsani ko'p guvoh bo'lib qolyapman. Ya'ni nima deganda, yo'lda mashinada yurganda yo'lga qaramasdan shina chiqib boryapti-da piyodalar. Ya'ni vatandoshlar. U to'xtab oladimi, urib ketadimi qiziq bo'lmayapti-da. Hayotingni o'zingga qiziq emasmi, vatandoshlar? Shopirlagan oson emas. Urib ketsa yotib olasizlar, xafa bo'lmanglar. Shu murojaatimni to'g'ri qabul qilinglar. Men ko'p shu narsani guvohi bo'ldim. Sog'lig'ingga ketadi. Mayli alginaqa bo'lsa. Mashina temir topiladi, lekin sizlarning sog'lig'ingga ketadi. Shunga e'tiborli bo'linglar, iltimos. Xayr, salomat bo'ling.